Xonadon sizlar 70 ming, 80 ming deb o'ylashinglar mumkin, lekin keyin necha pul? 55 ming. 55 mingga mana shu ikki stulli xonadonimizni beraveramiz ekan. Xonalar katta, shoshilinglar. Nima bunaqa arzon? Chiqib qoldi bir. Chiqib qoldimi? Bo'ldi. Mana shu xonadonimiz, mana qaranglar, studiyani oshxona, gap yo'q, lekin televizorlari yaqinda remotdan chiqqan ekan. Zalda kattaligini ko'rasizlar ekan. Mana qaranglar, gap yo'q, lekin bor. Bu yerda yana bitta xonamiz, har bitta xonamizda shunaqa katta-kattalar. Maşallah. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. 55 ming, eng qizig'i sanuzel ham bor. Mana bu общий sanuzelimiz, 10 tomonimizda bitta spalnigimizda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Chap tomonimizda bitta detskiy xonamiz, konsertlargacha bor. Orqasida hovlisi ham bor. Mana shu xonadon sizlarga 55 ming dollarga beramiz. Lakasi kiradigan bo'lsa, Yangi Toshkent postidan 9-10 kilometr kirganimizda, shundoq To'labeda masjid yonidami? Yangi masjid yonida azonda o'sha eshitib turadi. Masjiddan bir 100 metr o'tganimizdan joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastiga telefon qilib, tez baraka qilib boramiz.